Xitoy an'anaviy tibbiy usuli, quloq akupunktura, erapunktura davosi. Quloq akupunktura uchun Bianshi meteotit toshi. Xitoy an'anaviy tibbiyotining tashqi davolash usullaridagi yetuk qurol bo'lib, quloqdagi akupunktura nuqtalariga yopishtiriladi. Uni mos miqdorda bosish orqali meridianlar oqimi tozalanadi hamda a'zolar va qon-havo muvozanati tartibga solinadi. Ko'rsatkichlar: og'riqli kasalliklar, endokrin va metabolik kasalliklar, tuygular bilan bog'liq kasalliklar, hazm qilish tizimi kasalliklari, 5 hissiy a'zolar kasalliklari. Davolashdan oldin sizning jismoniy holatingiz va quloq sog'lig'ingizni baholash kerak. Keyin men siz uchun quloqlaringizni tozalayman. So'ngra tayoqcha yordamida nuqtalarni izlab topib, aniq joylashganligini belgilayman. Siz ularni har kuni og'zingiz 3 dan 5 marta, har birida 20 dan 30 tagini bosishingiz mumkin. Ularni 3-5 kunda bir marta almashtirish kerak. Chap va o'ng quloqlarni navbat bilan ishlatishingiz lozim. Kuchli ta'sir haqiqiy, ekstensiv kasalliklarga qaratilgan, tezda o'tkir holatlarni bartaraf etadi. Yengil bosish va sekin aylanish kasallikning rivojlanishini to'xtatib, tananing umumiy holatini yaxshilaydi. Ikki tomonli qo'llash jism va ruhga tinchlik qaytaradi. Agar quloqda nordonlik, qichish, og'riq yoki bosim hissi paydo bo'lsa, qo'rqmang. Bu men faol ishlashni boshladim degani. Agar terida yonish, qichishish, jarohatlanish yoki boshqa allergik reaksiya yoki shikastlanish belgilari paydo bo'lsa, darhol quloq akupunktura plasterini olib tashlang va tegishli davolash uchun mutaxassisdan maslahat so'rang. Quloqda kasallik mavjud bo'lgan, jiddiy sog'liq muammolari yoki maxsus konstitutsiyaga ega bo'lgan kishilarga quloq akupunktura, erapunktura davosi mos kelmaydi. Kichkina quloq plaster ham sog'lig'ingizni asrab turadi.